Italiyaga talabalik vizamni qo'lga kiritdim. Hammaga salom, meni ismim Ibrohimjon. Men Italiyaning Venetsiya shahridagi Ca' Foscari universitetiga qabul qilindim va talabalik vizamni qo'lga kiritdim. Men Toshkent viloyatida istiqomat qilaman va men 54-maktabda 11-sinfgacha o'qiganman. Mening GPA'm 4.2 va IELTS'im 5. Men fevral oyida Instrux'ga murojaat qildim. Ko'p davlatlarni ichida aniq bittasini tanlash menga muammoli bo'ldi va head koordinator Dilbar opa menga Italiyadagi Venetsiya shahridagi universitet, ya'ni Ca' Foscari universitetini menga tavsiya qildi va bu universitet dunyo reytingi bo'yicha 660-o'rinda turadi. Bu davlatning beradigan stipendiyalar va imkoniyatlari ko'pligi uchun shu universitetni tanladim. Ca' Foscari universitetining joylashuvi, ya'ni u Venetsiya shahrida joylashgan va Venetsiya shahri bilamizki chiroyli shahar va qayiqlar va suv shahri. Chunki Instrux'da juda ham natijalar ko'p. Do'stlarimga tavsiya etgan bo'lardim.